boshqalar bilan solishtirganda har doim inson yutqazadi. Sizdan kuchli, sizdan aqlli, sizdan chiroyli inson har doim topiladi. Ayniqsa hozirgi Instagram tarmoqlarida 90% chiroyli hayot ko'rsatishadi-da, uni ko'rib 10% chiroyli bo'lishi mumkin, 90% chiroyli emas bo'lishi mumkin. Lekin asosiy ertakni ko'rsatishadi. Ertakni ko'rib, ularning ham hayotida qiyinchiligi bo'lishi mumkin, ularning ham hayotida qanaqadir problemalar bo'lishi mumkin, birga bosib o'tayotgan yo'lida qiyinchiliklar bo'lishi mumkin degan narsani chetga surib qo'yishadi. Faqat ideal kartinkani ko'rib, nimaga menda shu narsa yo'q, nimaga men ham shunaqa xohlayman degan narsa paydo bo'ladi. Buni eng yaxshi yo'li hamma narsani o'zini vaqti borligi. Masalan, kimdir bitta qiz 20 yoshda turmushga chiqsa, bittasi 35 yoshda turmushga chiqsa, 20 yoshligisi zo'r, 35 yoshligisi kech deb bilinadi-da. Bu narsaga bu ham normalni. Bu ham normalni. O'zini vaqti bilan hamma narsaga o'zini vaqt soati bor. Demak, menda ham o'sha chiroyli uylar, chiroyli mashinalar, o'sha bunlar o'zini vaqt soati bilan bo'ladi. Bu normal holat. Har kuningiz ertaga o'xshab bo'lmasligini qabul qilishingiz kerak-da. Bizning hayotimizni har kunga ertak bo'lish bilan qiziq emas. O'sha qo'ygan maqsadlarimizga bosib o'tilayotgan yo'llar har xil qiyinchiliklarini ham bosib o'tib, o'sha qiyinchilikdan o'tib shakllanamiz-da. Qiyinchilik bekorga berilmaydi. O'sha pastga tushganingizda tepaga o'sish osonroq bo'ladi-da.